Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan soliha ayol qanday bo'lishi haqida so'rashdi. Shunda u zot: soliha ayol shundayki, buyursang itoat qiladi, unga qarasang ko'zingni quvnatadi va sen yo'q paytingda molingni va iffatini saqlaydi dedilar. Soliha ayol haqida gap ketganda Ummu Sulaym radhiyallohu anhoning voqealari esga tushadi. Ummu Sulaym radhiyallohu anho Abu Talha radhiyallohu anhuning ayollari. Abu Talha radhiyallohu anhu jangga chiqadigan kunlarini birida o'g'illari betob bo'lib qoldi. U zot Ummu Sulaym radhiyallohu anhuga o'g'illariga yaxshi qarashni buyurib jangga chiqib ketdilar. Kechga yaqin jangdan qaytgach Ummu Sulaym radhiyallohu anha u zotni chiroyli tabassum bilan kutib oldilar. Abu Talha radhiyallohu anhu o'g'limiz qalay deb so'radi. Ummu Sulaym radhiyallohu anhu u avvalgidan tinchroq deb javob berdi. So'ng birga taom yeyishdi. Ummu Sulaym radhiyallohu anha erlari uchun o'rinlarini tayyorladi va hatto erining hojatini ham bajardi. Tong otgach Abu Talha radhiyallohu anhu o'g'limiz qani deb so'radi. Shunda Ummu Sulaym radhiyallohu anha: "Ey Abu Talha, Alloh sizga sabr bersin. Kecha o'g'limiz vafot qilgandi. Uni borib ko'mib keling" dedi. Abu Talha radhiyallohu anhu o'g'illariga janoza o'qib, uni ko'mib keldilar. Va bo'lgan voqeani payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam esa: "Balki o'sha kecha Alloh taolo sizlarga baraka bergandir" dedilar. Ha, albatta shunday bo'ldi. Ana o'sha kechaning barakotidan Alloh taolo ularga o'g'il farzand berdi. Unga Abdulloh deb ism qo'yishdi. Bu bola kelajakda dinga ko'p xizmat qildi. Ummu Sulaym radhiyallohu anha og'ir musibat oldida sabr qila oldi. Yig'lamadi, dod faryod solmadi. Sababi jangdan charchab kelgan eriga bu xabar og'irlik qilishini bilar edi. Soliha ayol bu nafaqat chiroyli ko'rinish, balki chiroyli sabr, chiroyli muomala va chiroyli niyat egasidir. Ummu Sulaym radhiyallohu anhu kabi ayollar jamiyatni obod qiladi. Erlari sabrli bo'ladi, farzandlar solih bo'ladi.